Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar, deyapti Alloh taolo. Eshitib qo'yinglar, bilib qo'yinglar, qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Tushunarlimi? Dunyo matohi bilan, pul bilan, mansab bilan, obro' bilan, mashhurlik bilan xotirjam bo'lmaydi. Siz bilan biz yaratgan Parvardigorimiz aytayapti, ogoh bo'linglar, eshitib qo'yinglar, bilib olinglar, qalblar faqat Allohni zikr qilishligi bilan orom bo'ladi. Aniq bilaylik, zikr qalbning hayoti. Qalb faqat zikr bilan tirik bo'ladi. Uylarimizda ana shu derazalarimizda gullarni terib qo'yganmiz, to'yakka ekib. Suv quyib turasiz, chiroyli o'sib turadi. Suv quymasangiz nima bo'ladi? Quriydi, o'ladi. Birodarlar, qalb ham uni suvi bor. Qalb uni hayoti bor. Mana shu zikr qalbning suvi bo'ladi, hayoti bo'ladi. Agar inson zikr qilmay qo'yar ekan Allohni, qalb kasal bo'ladi, quriydi, o'ladi.